Anarxon nega ketdi? Almira Rastulla Anarxonning o'rnini egilib oldimi? Tarqilib ketgan kichik film zodi qandaq gap? Miladiya 2017 yılı 2. ayının 10. günü Anar Pişti 3. bölüm 9. kısım tarqıtılıp tor dünyasida g'ulg'ul qo'zg'atdi. Lekin bu endi başlanışı edi. 2017 yılı 2. ayının 19. günü Anar Pişti o't chiqat e'lon qilinib, tordashlarning bas-bas munozarasini qo'zg'atdi. Buning ichida Anarxonning 9. 10. qismdagi ko'rinishlarni butunlay elib etib, Almira bilan qayta surat ilinganligi oshkorlandi. Nimishqa Anarxonning ko'rinishlar elib tashlandi? Nimishqa Almira bilan qayta surat ilindi? Unda olsa biz Anar Pişti tor komediya filminiki baş rejissyori Akbaytdan so'rab boqaylik. Meslik kelsak, Anarxon bu filmga haqiqatan chiqqancha bugun ishga chiqishdan burun. Undan keyin film ishlash jarayonida biz ovozli masala chiqib qoldi-da. Uning keyin Anarxonni qaytarib kelish imkoniyati yo'q. Shuning bilan biz Almirani chiqarib bu ko'rinishlarni qaytadan to'g'rilab surat qildik. Shu amaliyot bir kichikli bir masala. Tog'dan kelgan ma ko'zim yo'q qilay, ma tog'dan kelgan nimada kelamida kim kesdi mani senma? Yo'q qilay hozirlan. Bular. Demak, rejissyorning gapidan Anarxonniki o'qish ketganligi. Texniklik chataq chiqqanlik uchun filmda qayta suratga olish to'g'ri kelib, Anarxon bo'lmag'achqa Almira o'rniga chiqqanligini dedi. Yaqinda meni yaxshi ko'rib, meni qo'llab berayotgan do'stlarimga ko'pdan-ko'p rahmat aytaman. Men seni yaxshi ko'raman, ham suyman. Men TV Family'dan va Ana Pishtidan chiqayotganim yo'q, chunki men TV Family va Ana Pishtini intayin yaxshi ko'raman. Bundan keyin bo'lsa, texmi mo'l mazmunli filmlarni sizlarga sunish uchun tirishaman. Davomli qo'llab beringlar, rahmat. Yana bir qiziq nuqta bo'lsa, Anarxon ishdan haydaldimi? Unda bo'lsa, bunun javobini biz baş film ishlovchidan so'rab boqaylik. Nəhayət afsus baş film ishlovchini ziyorat qilishimiz mag'lub bo'ldi. Anar Pishti film ishlash guruhi yuqorqi masalalarni endi hal qilay deb turishiga 2. ayning 20 kuni atalmış Almira bilan Anarxon vaqasi to'rliq shiddat bilan tarilib, ichqa yerga to'sapgandek bo'ldi. Sancho, TV bozor menon chiqib o'tibgan. Ana Pishti. Endi mush kichik videoni baş bo'lib taqat kuchuniki nim maqsadvalqini so'rab boqaylik. Mening hech qanday maqsadim yo'q. To'g'ri, hech qanday maqsad yo'q odamga qarchaplash qat'iy bo'lmaydi. Endi biz 6 sekundlik bu video filmniki asl nusxasini ko'rib boqaylik. Sancho, TV bozor menon chiqib o'tibgan. Ana Pishti. Deb tursam yeni qilib aytdingiz. Endi biz tor dunyosini zilzila silayotgan ikki baş qahramon Anarxon bilan Almiraning munosabati qanday o'zining og'zidan olib boqaylik. Almira ishimizni yaxshi o'tmaydi deb kim deydi amaliyot Almira ishimizni shunday yaxshi o'tdimiz adasha? Shu amaliyotda biz rejissyorlarimiz qaysi rolni bizga bilib bersa, shuni chiqmoqdan boshqa amalimiz yo'q. Lekin bu xitma bakva qirib oldim. Ay, u diğer rolning ehtiyoji amal yo'q. Shu lekin endi odatda ikkimiz bir-birimizni bir narsani faqat ayashmaymiz, uning mening deganda. To'g'ri, faqat bir narsa ayashmaymiz. Hey! Meni zanjirim taqib qopsan-ku. Endi voqiraysan-ku. Ay bu satashma. Bu zanjir meni. Mana yuqorqi ziyoratdan ko'rdi, ular haqiqatan bir-birisidan bir narsani olmaydi ekan. Endi Anar Pishti kelayotgan imkonslarning ichidagi eng tayini yo'q, eng bema'ni bir savol bor. Bu bo'lsa-mi Almira Anarxonning o'rniga chiqdimi? Unda bo'lsa, buni biz baş rejissyordan so'rab boqaylik. Yaqindan beri Pindozlarning mutlaq ko'p qism inkosi Anar Pishti filmining o'ziga bo'lmasdan, balki Anar Pishtidagi ma'lum artistlar qatnashdi. Bu biz nayt ko'rish xohlamaydigan bir ahvol. Bizning umid qilganimiz nima deganda, bizningki Pindozlarning ko'proq inkosi Anar Pishti filmining sifatiga bo'lishi. To'g'ri, Ana Pishtiga chiqqan barliq har bir artistlar o'zining barliq kuchini chiqarib tirishyotdi. Jumladan parda orqasidagi xizmat xodimlarmi kecha uy qaytmay chopot atadi. Hatto shirkatimiz va TV rastimi Ana Pishtiga e'lon olmaslikka sabab bo'lsa, Pindozlarga eng yaxshi bo'lgan Ana Pishti filmini sunish. Shunlashqa bizning bu yerda sizlarning azroq o'tinligimiz bo'lsa, Ana Pishti film ishlash guruhini qadrlanglar. Ana Pishti ekranga chiqqan barliq artistni qadrlanglar. Shuning bilan birga bizningki tanlashimizni va Ana Pishti ro'yini hurmatlanglar. Mana bu dal bizningki Ana Pishtining mavjud bo'lib turishdagi asos. Rahmat sizlarga. Xo'sh, unda bo'lsa bu yerda yana bir masala bor. U bo'lsa-mi Anarxon nimish Almira qartib stakan otdi. Buni bilmoqchi bo'lsangiz, diqqatingiz 3-ayning 8-kuni TV rastida tarqatilgan Xinjiangdagi tunji qizlar bosh rol olgan tor komediya filmida bo'lsin. 3-ayning 8 ko'rishaylik. Mening Ana Pishtidagi nurg'un ko'rinishlarim boshqa artistlarga almashtirib etildi. Nimish Pindozlar aqosh editildim deb kelib taqatmaysizlar.